Eron chempionatidagi futbolchilarni agarda ruxsat berilsa har qanday mamlakatlarga o'tib ketishga ruxsat beradi. Andijon Neftchiga qarshi hech qanday o'yin ko'rsata olmadi. Turkiyada shuncha vaqt o'tkazgan bo'lishiga qaramasdan hali jamoa tayyor emasligi ko'rinib turibdi. Qizilqumda bevosita o'ziga keladigan bo'lsak, jamoa yaxshi shakllangan, hozir har qanday jamoaga jang bera oladi. Ya'ni Paxtakor birinchi o'yinlardagi g'alabalar raqiblarni qiyinchilik bilan kiritilganligini mana 3-turga kelib bildikki, jiddiy raqibga qarshi hech qanday qarshilik ko'rsata olmadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xalq so'zi sahifasida futbol haqidagi suhbatlarimiz davom etadi. Bugun o'zbek futbolida bo'layotgan so'nggi voqeliklar va Superliganing bevosita 3-turi haqida gaplashamiz. Shu sababli studiyamizga doimiy ekspertimiz Ulug'bek Mirzayevni taklif qilganmiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni studiyada ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Rahmat. Ulug'bek aka, bugun mavzuni Superliga bilan emas, bevosita so'nggi paytlarda o'zbek futboli jamoatchiligi orasida keng muhokamalarga sabab bo'layotgan Eronda o'ynayotgan o'zbekistonlik futbolchilardan boshlasak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Har xil gaplarni siz ham matbuot orqali eshityapsiz. Futbolchilar intervyu ham berishdi, ba'zi futbolchilarimiz. So'nggi paytlarda aynan mana shunday gaplar yuribdiki, Eronda bo'layotgan notinchliklar fonida o'zbekistonlik futbolchilar Superliga klublariga qaytishlari mumkin. Bu narsa qanchalik haqiqatga yaqin? Bu PFL va Eron futbolini bevosita FIFAning nizomlariga qanchalik mos keladi? Shu haqida dastlab javob bersangiz. Haqiqatda yaqin sharq hududida oxirgi paytdagi notinchliklar sababli Eron chempionati to'xtatilgandi. Buni barchaning xabari bor. Ayniqsa bu yil milliy terma jamoamiz jahon chempionatida birinchi marta ishtirok etadi va ko'pchilik muxlislar, mutaxassislar, futbolimiz rahbarlari terma jamoamizni murabbiylar shtabini xavotirga solgan masala aynan hozir Eronda asosiy milliy terma jamoamiz o'yinchilarining asosiy qismi Eronda to'p surishyapti. Shular bo'ldida va diqqat e'tiborida ularda o'yin amaliyotisiz qolishligi, umuman jahon chempionati yilida bunday yo'qotishga hozir o'zi jarohat bo'lib turibdi ba'zi o'yinchilarimizda. Hozir sog' o'yinchilarda ham o'yin amaliyotisiz qolib, qandaydir formadan chiqib ketmasligi uchun mana hozir eshityapmiz, Rustamjon Ashurmatov, Ostona O'runov Toshkentda mashg'ulot o'tkazishyapti. Ba'zi jamoalarga qo'shilishib o'z formalarini ushlab turishib deb eshityapmiz. Shu masala bo'ldi. Lekin bu jarayon juda qiyin jarayon. Misol uchun Ostona O'runovda Samvel Babayan bilan aloqalari yaxshi, Andijonga qaytish mumkinligi bu bo'yicha Ostona intervyularini ko'zim tushdi. Lekin ular ham aytib turishibdiki, bu ularga bog'liq emasligini. Ya'ni birinchi navbatda hozir barcha aksar mamlakatlarda, ayniqsa O'zbekistonda ham transfer oynasi yopilgan va Eron chempionatidagi futbolchilarni boshqa chempionatga, xususan yoki o'zbek klublariga qaytib kelishi menimcha nafaqat O'zbekistonga, balki agarda ruxsat berilsa har qanday mamlakatlarga o'tib ketishga ruxsat beradi. Misol uchun Ukrainada to'p surayotgan yoki Rossiyada to'p surayotgan futbolchilar bilan shunaqa holat bo'ldiki, ya'ni xorijdan kelgan futbolchilar o'z oilalari xavfsizligi uchun yoki o'zlarining xavfsizligidan qo'rqishib Rossiya va Ukraina klublarini ommaviy tarzda tark etishdi. Bunga FIFA ruxsat berdi va boshqa jamoalarda qo'nim topishlariga ularga maxsus tarzda transfer oynasini ochib berdi. Ya'ni istisno tariqasida. Xuddi shunday holat bo'lishi mumkin. Bu nafaqat o'zbek futbolchilari uchun, balki boshqa xorijiy futbolchilar uchun, eronlik futbolchilar uchun ham o'z jamoalaridan ketishsa, ya'ni notinchlik tufayli o'ynashni ixtiyor qilsa, boshqa har qanday davlatga ochib beradi FIFA. Shunda o'zbekistonlik futbolchilar nafaqat O'zbekiston klublariga, balki yaxshi takliflar tushsa, Birlashgan Arab Amirligiga yoki Rossiya klublariga yoki Turkiya klublariga bemalol o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Men misol qilib aytyapman, har qanday davlatga o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Shunda buning uchun endi bu jarayonda ketma-ketlik bor, bir-biriga bog'lanishlik bor. Birinchi navbatda menimcha Eron futbol professional ligasi juda qarshi bo'ladi. O'z ligasini obro'si tushib, nufuzi tushib ketishligi uchun bu narsaga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Ikkinchi masala, hozir vaziyat biroz yengillashyapti. Ya'ni ko'ryapmizki, samolyotlar, parvozlar uchishni boshladi u hududlarga, u regionga. Ya'ni sekin tinchlanyapti. Ya'ni chempionatda qayta tiklanishi ehtimoli katta bo'lyapti. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, agarda o'zbek futbolchilari misol uchun aytaylik Oston O'runov Persepolis bilan shartnomasini bir tomonlama buzib keladigan bo'lsa, buning uchun FIFAda ruxsat kerak bo'ladi. Ya'ni u shunchaki borib men ketdim O'zbekistonga, Andijonda o'ynayman deb keta olmaydi. Ya'ni notinchlik tufayli FIFAda
qarori chiqishi kerak, o'yinchilar bemalol jamoalarni tark etishlari mumkin degan. Endi bu FIFAda qaror chiqishi uchun qaror chiqdi ham deylik, endi O'zbekistonda transfer o'ynash uchun FIFAdan yana ruxsat so'rashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ruxsat so'rash uchun o'zimizning ijroiya qo'mitamiz bor. Professional futbol ligasida, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida bu ijro qo'mlarida qarorlari kerak bo'ladi. Qarang, ketma-ketlik 5-6 ta qaror bo'lishi kerak. Shuning uchun men aytamanki, menimcha holat hozir qanday bo'lsa o'shanaqa holatligicha qoladi. Ya'ni o'zbekistonlik futbolchilarni O'zbekistonga qaytib kelib o'ynashlaridan ko'ra yana Eron chempionatini tiklanib o'sha joyda o'ynashlarining ehtimoli katta, meni fikrimcha. Chunki bu bizga qaytib kelishlarini jarayoni juda ham bir 6 bosqichdan iborat jarayon bo'lyapti. Shuning uchun bu holatda bo'lishi qiyin masala deb o'ylayman. Agar FIFA ruxsat bergan taqdirda ham bu narsa PFLning nizomiga qanchalik mos kelarkan eslayman. Aynan Agemka jamoasi qaysidir yilda Baxtiyor Qosimov bilan shartnoma imzolaganda, u transfer oynasidan tashqarida bo'lgandi va nizomda ham aytilgandiki, agar chet eldan keladigan o'zbekistonlik futbolchi qaytsa, kelishilgan holda hal qilishimiz mumkin deyilgandi. Lekin Qosimovga kelganda aynan chempionatdagi o'sha adashmasam 2022-yilga to'g'ri keladi, sababi 6 ta jamoa chempionlik uchun talashayotgandi va umuman chempionlik poygasida qaysidir jamoaga ustunlik berib qo'yish mumkin degan nima bilan faqatgina xalqaro maydondagi o'yinlarda qatnashishga ruxsat berilgandi. Va aynan mana shu holatda endi PFL ularga ruxsat bera olarmikin? Endi mendagi ma'lumotlarga ko'ra, endi Qosimovni holati umuman boshqa hozirgi holat bilan, ayniqsa jahon chempionatida unutmaslik kerakki, terma jamoamizda asosiy futbolchilar ishtirok etishadi, ularga yordam berish tariqasida hozir bitta nizomda bir bandga e'tibor berish kerakki, mana Super Ligada har bir jamoa 45 tagacha futbolchini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin yoki Pro Ligada 25 tagacha ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Hozir barcha jamoalarimizda o'rinlar to'lib qolgan. Kimdaki o'sha bo'sh o'rin bo'lsa, shuncha o'yinchini yana olishi mumkin. O'zbek futbolchilarini. Hatto aytaylik, hammaga bir xil bo'ladi-ku qoida. Eron chempionatida to'p surayotgan, agarda zo'r hujumchi, misol uchun aytaylik, limit to'lmagan, 45 talik limit to'ldirmagan jamoa kerak bo'lib qolsa, FIFA nafaqat o'zbek futbolchilariga, balki Eron chempionatida to'p surayotgan, aytaylik, afrikalik birorta o'yinchi bo'lishi mumkin yoki Bolqon davlatidan qaysidir o'yinchini ham olish mumkin bo'ladi klublarimiz. Bunda PFL yordam berishga, klublarimizga imtiyoz berishga tayyor bo'lib turibdi. Ya'ni 45 talik to'l bo'lgan o'yinchilarga ham 46-chi bo'lib ruxsat bermoqchida. Faqat yozda 5 ta limit beriladi-ku, yozda transferda. Shunda o'sha limitdan bitta joizni ishlatib bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni endi 5 ta emas, 4 ta o'yinchiga ruxsat beriladi. Shu masala muhokama bo'lib turibdi. Bu tomondan biz professional futbol ligamiz jamoalarga yordam berishga, futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlashga, ularga o'yin amaliyoti berishga tayyor. Biroq men aytdimki, bu jarayonga yetib kelguncha hali FIFA tomonidan va Eron futbol assotsiatsiyasi tomonidan chiqariladigan qarorlarga ham bu narsa bog'liq. Ulug'bek aka, keling. Bevosita bugungi suhbatimizga aloqasi yo'q bitta savol bermoqchiman. Boya Twitterda Amerika prezidentining o'sha fikrini o'qib qoldim. U aytayaptiki, eronlik futbolchilarni jahon chempionatida qatnashish masalasi bo'yicha kelishlari mumkin, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan ularga buni tavsiya qilmagan bo'lardim qabilida fikr bildiryaptilar. O'zi bunaqa holatlarda aynan jahon chempionatiga chiqib bo'lgan jamoaga nisbatan bu juda katta adolatsizlik bo'lmaydimi? FIFA tomonidan ham, hukumat tomonidan ham. Ikki davlat, ikki hukumat o'rtasidagi notinchlik aynan sport prinsiplari asosida jahon chempionatiga chiqqan jamoaning ishtirokiga ta'sir ko'rsatishi. Menimcha bu shunchaki gaplar. Oxiri FIFAda xavfsizlik qo'mitasi bor. FIFA menimcha o'z xavfsizlik qo'mitasiga topshiriq beradi va katta kuch sarflab, ya'ni eronlik, aytaylik, nafaqat eronlik, boshqa shunaqa holatdagi terma jamoa futbolchilarining ham xavfsizligi ta'minlanadi. Bunaqa holat juda ko'p bo'lgan. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lganki, jahon chempionatida aytaylik, qaysidir davlat ishtirok etmasligi, misol uchun bilamizki 98-yilgi jahon chempionatida AQSh va Eron jamoalari bitta guruhga tushib qolishgan. Unda Eron jamoasi g'alaba qozongan. Bu o'yinda ham qanday holatda o'tar ekan, balki tushirmaslik kerakmikin degan holatlar bo'lgan, lekin o'yin tinchgina o'tgan, hech qanaqa muammo bo'lmagan. Ya'ni FIFA xavfsizlik qo'mitasi bu o'yinga juda katta kuch tashlagan. Xuddi shunaqa holatda menimcha Eron terma jamoasi ham baribir AQShga boradi, musobaqada qatnashadi, Meksikada o'ynaydimi, AQShda o'ynaydimi, demoqchimanki, baribir futbolda, sportda ustunligi bunaqa notinchliklarni yengadi deb o'ylayman. Chunki
bilamizki sport tinchlik elchisi deyiladi. Shuning uchun bu hozirgi gaplarga e'tibor berish kerak emas. Shu qaysi terma jamoalar ishtirok etishligi kerak bo'lsa ishtirok etishadi. Sport prinsiplariga hech qaysi terma jamoa Eronda o'rniga boshqa terma jamoa qo'yilmaydi. Menimcha Eron boradi. Eronda ham bilamizki, har doim shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Osiyo Chempionlar Ligasida ham ko'rdik, jamoalarini boshqa davlatda o'ynab bo'lsa ham musobaqada har doim to'laqonli qatnashadi. Shuning uchun menimcha muammo bo'lmaydi va eronlik futbolchilarga chiroyli nima deydi, xavfsiz komfort ta'minlab beriladi va ular musobaqada ishtirok etishadi deb o'ylayman. O'zi aynan FIFAning ikki tomonlama ikki prinsipli asosida qilinayotgan ishlar sizga qanchalik ma'qul kelyapti? Ya'ni ko'rganmizki, paytida o'sha Rossiyaning harbiy harakatlari, mayli endi siyosiy jihatdan harbiy harakat deb baholay qolaylik. Aynan shu sababli musobaqalardan chetlatgan holatlarni ko'rdik. Lekin undan oldin ham ba'zi davlatlar bilan bunday holatlar bo'lgandi. Mana Isroilda davom ettirdi bu harakatlarni. Ya'ni yaqinda mana Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi qo'shildi. Lekin bu davlatlarni chetlatish bo'yicha hech qanaqa bir gap so'zlar yo'q. Lekin bu gapim bilan men hali qandaydir Rossiya tomoni bo'lmoqchi ham emasman. Lekin sport prinsiplari jihatdan ikki davlatga nisbatan ikki qutbli munosabat bo'lyapti. Endi bu FIFAda o'z qarashlari bor. Bu haqiqatdan meni ham ko'pincha hayron qoldiradi. Endi bizga bunga nima deydi, bir qarorlariga hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaymiz. Faqat kuzatib, afsuslanib qolishdan boshqa iloji yo'q bu holatda. Demak, FIFAning aynan bunday qarorlari sizni ham hayron qoldiradi meni. Tushunarli. Endi bevosita Super Ligamizga qaytsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Aynan bu tur markaziy o'yinlarga juda ham boy o'tdi. Dastlab Vodiy derbisidan boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Ulug'bek aka, siz birinchi turda aytib o'tgandingiz, Andijon jamoasining 4-0 hisobdagi g'alabasi bu juda katta jamoaning aynan juda yaxshi o'yin ko'rsatganidan emas, ko'proq tasodifiy gollar evaziga bo'ldi. Keyingi turlarda jamoani kuzatish kerak degan fikrni va jamoa keyingi turdayoq buni gapingizni isbotlab qo'ydi. Navoiy viloyatida mag'lubiyat bilan qaytgandi va bu turda endi juda ham birvaligi nima desa bo'ladi, Neftchi jamoasining bir bosh yuqoriligini hamma ko'rib qoldi. 3-0 hisobi mayli-ku, lekin o'yin tomonlama ham Andijon Neftchidan ancha kuchsizligi ko'rindi. Ushbu o'yin haqida. Albatta. Buni Samvel Babayan o'zi ham tan oldi. Ya'ni Andijon Neftchiga qarshi hech qanday o'yin ko'rsata olmadi. Ya'ni sust o'yin ko'rsatdi. Endi hozir Neftchi bilan har qanday Super Ligamizdagi jamoa qiynaladi. Boshi 3 ta tur ko'rsatdiki, Neftchi tarkibi ideal holatda, o'yin jihatidan ham, nomlar jihatidan ham, jismoniy holati ham futbolchilarda, chunki bejizga xorijdan murabbiylar shtabini shakllantirmaganligi mana endi bilinyapti. Ya'ni o'sha xorijiy mutaxassislarni jamoani bir maromda ushlab turishligi, to'g'ri mashg'ulot jarayonini yo'lga qo'yganligi hammasi shu maydonda ko'rinyaptiki. Shuning uchun qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Andijon jamoasida endi jamoani qurish holatlari, qurish jarayoni ketayotgan bo'lsa, Neftchida bu jarayon yakunlanib bo'lganligini bir necha yildan beri mana bugun ideal holatga kelganligini, Neftchi hozirgi holatda ideal holatdaligi ularga 3-0 hisobidagi g'alabani ta'minlab berdi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hech qanday imkoniyatlar qoldirmasdan Neftchi 3-ketma-ket 3-0 hisobidagi g'alabasini qozondi. Bevosita o'tgan gal suhbatimizda Andijon jamoasining hujum chizig'ida muammoliklar borligi haqida gapirgandingiz. Ushbu o'yinda ham bu muammo yaqqol ko'rindi. Ushbu jihatga yana bir marta to'xtalib o'tsak. Ayni vaqtda jamoada hujum muammosi qanchalik aktual? Andijonga baribir gol hissini his qiladigan, aytaylik mana Lyubcha Doriyevni aytishimiz mumkin, Anvarjon Hojimirzayevni aytishimiz mumkin. Baribir bu akalar ko'proq gol urishi qobiliyati yuqori bo'lgan futbolchilarga yordamchi futbolchi hisoblanadi. Ya'ni qandaydir havo jangida to'pda ustunlik qilib pas berishi mumkin yoki futbolchini assist bilan ta'minlashi mumkin. Cheranda ham xuddi shunaqa. Endi Cheranda hozir ko'ryapmizki, oldin agarda to'puralik qobiliyatlarini 5 yil, 6 yil namoyish qilgan bo'lsa, hozir Cheran ko'proq playmaker, hujumlarni tashkil qiluvchi, ya'ni hozirgi yosh katta bo'lib qoldi, jismoniy holati oldingidaqa himoyachilarni yugurib o'tib ketadigan emas. Shuning uchun turib o'ynayapti, asosan paslar berib, chapga, o'ngga zarbalar berib darvozaga. Shuning uchun Andijonda gol uradigan hujumchi uchun o'ynaydigan futbolchilar yig'ilib qoldi hujum chizig'ida. Ya'ni Cheran, Buake, Xoldorxonovni ham endi ko'rdik, hali ozgina vaqt kerak bo'ladi, hali yuqori bosqichga, yuqori darajaga chiqish uchun. Shuning uchun Andijonning seleksiya ishlarida shuncha imkoniyatlari bo'ldi, katta mablag'lar sarflandi, lekin yaqqol gol uradigan, to'p urar bo'ladigan, mana ko'ryapsizki, Peritsa yoki Parjishekdaqa hujumchilar olish kerak edi, gol hidini his qiladigan. Shunaqa hujumchini yetishmayotganligi, mana oldingi chiqishlarimizda ham aytib o'tdikki, jamoaga pand berishi mumkin va hozirdanoq
yozgi transfer uchun Andijon shunaqa gol hidini sezadigan, qaysi joyda qachon paydo bo'lishini biladigan, darvozaga teskari qarab turib ham gol urib ketadigan braziliyalik yoki bir aytaylik yaxshi hujumchi topish kerak. Chunki shuncha o'yinchilar bor. Aytaylik darvozabon chizig'i, himoya chizig'i, yarim himoya juda ham baquvvat. Lekin aynan hujum chizig'iga kelganda hozir Andijonda yaqqol shu chiziq qolgan chiziqlarga nisbatan tushib qolyapti o'yin ritmidan va bu narsa amalda ko'rinyaptiki, Qizilqumga mana mag'lubiyat uchraldi. Neftchiga ham hatto 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchralganda menimcha hech bo'lmasa bitta gol urib chiqib ketish kerak edi. Ya'ni 3-1 bo'lsa ham boshqa edi. Ya'ni yaqqol tarzda 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Mana Mashal bilan uchrashuv turibdi Andijon jamoasini. Hozir Mashal yagona ochko olmagan jamoamiz bo'lib turibdi. Odatda shunaqa holatlarda ham ehtiyot bo'lish kerakki, ochko olmagan jamoa bir yig'ilib qattiq jangga kirishganda hatto liderlardan, yetakchilardan ochko yulib ketishganini ham bilamiz. Yoki Mashaldan keyin Andijonda Navbahor bilan o'yin kutib turibdi. Shu o'yinlardan aniq yaqqol xulosa qilib bilib olamiz. Andijon jamoasi hujum chizig'idagi muammolarni Samvel Babayan nimani evaziga bartaraf qilmoqchi, yo qila oldimi, yo qila olmaydimi, yaqin ikkita o'yin ko'rsatadi. Tushunarli. Tur davrasida yana bitta qiziq o'yin bo'lib o'tdi. Bu Mashal jamoasining mezbonligi ostida o'tishi kerak edi va rasmiy mezbon sifatida Mashal jamoasi o'ynadi va Qizilqum jamoasini qabul qildi. Qizilqum jamoasini o'zi yil davomida ko'rsatayotgan 3 ta o'yindan xulosa qiladigan bo'lsak, taassurotlar yomon emas. Dastlabki turda Paxtakor bilan ham dastlabki bo'limda yaxshi o'ynab turgandi. Birinchi bo'limda durang o'ynay oldi, lekin ikkinchi bo'limda o'sha himoyadagi xatolar evaziga jamoa mag'lubiyatga uchradi. Lekin keyingi ikki o'yinda mana Andijon jamoasini o'z maydonida mag'lubiyatga uchratdi va 3-turda ham ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Umuman Qizilqum jamoasining o'yini va ushbu o'yinga baho bersak. Qizilqum jamoasi aytaylik oxirgi 2-3 yilda bunaqa yorqin o'yin ko'rsata olmayotgan edi. Lekin o'tgan yil ikkinchi davrada jamoa bosh murabbiylik lavozimida o'zgarish bo'lgandan keyin Akmal Rustamov jamoaga bosh murabbiy bo'lib tayinlangandan keyin Qizilqum chiroyli o'yin ko'rsata boshladi, ishonchli o'yin ko'rsata boshladi, ketma-ket ochkolar yig'di va turnir jadvalida yaxshi munosib o'rinda egalladi. Ungacha juda qiynalyapti Qizilqum. Mana bu yil ham yaxshi ketyapti. Ayniqsa menga juda yoqyapti. Jambuli Jigauri ikkinchi yoshligini kechirayotgandek, o'tkazayotgandek jamoani qiyin vaziyatlardan qutqaryapti. Va Mashalni menimcha Qizilqum jamoasi qiyinchiliksiz mag'lubiyatga uchradi. Hozir barcha jamoalarimiz ichida hozir Mashal sekin-sekin ajralib qolyapti. Hatto rossiyalik murabbiy betobligi haqida aytildi. Balki betobmi, betob emasmi, jamoada faoliyatini davom ettirmasligi ko'proq bo'lib turibdi. Hozir mana Otabek Narzulayev jamoaga bosh murabbiy etib tayinlandi. Menimcha rossiyalik mutaxassis xato bo'ldi Mashalga kelishligi. Shu narsalar jamlanib Mashal hozir yaqqol outsiderga o'tganligi shortdan roliga o'tib qolyapti. Lekin Mashalga omad tilaymiz. U yerda yaxshi mutaxassislar, yaxshi rahbarlar ishlashadi. Qiyin vaziyatdan chiqib ketadi deb o'ylaymiz. Buning uchun mana yuqorida aytib o'tdik, Andijon bilan uchrashuvda nimadir ko'rsatish kerak. Qizilqumni bevosita o'ziga keladigan bo'lsak, jamoa yaxshi shakllangan, hozir har qanday jamoaga jang bera oladi va aytib o'tishimiz kerakki, siz shu o'yinga sharh berishni boshlaganimizda o'yin Navoiyda bo'lib o'tganini aytdingiz. Ikkinchi davra o'yini ham Navoiyda bo'lib o'tadi. Ya'ni Professional futbol ligasi bu yo'nalish bo'yicha bayonotini berdi. Ya'ni professional futbol ligamizga tan berish kerak. Ya'ni qat'iylikda ushlab turibdi. Agarda bu paytgacha kimdir maydon tayyor bo'lmasa, boshqa viloyatda o'ynashga ruxsat berdi yoki birinchi davrada raqib bilan almashib turishdi, ikkinchi davrada yana o'zini maydonida qayta yo'q, bu yildan endi qat'iy bo'lyapti. Maydoning tayyor bo'lmasa, raqibni maydonida o'ynaysan degan holat bo'lyapti. Mana misol uchun keyingi turda So'g'diyoni o'z maydonida Paxtakorda qabul qilish kerak. So'g'diyoni Samarqandda qabul qilyapti raqiblarda. Endi Paxtakor stadionida bo'ladigan bo'lyapti o'yin. To'g'ri, bu yerda So'g'diyoni jamoasi ham o'zining roziligini bildirgan. Ikkinchi davrada ham Paxtakor stadionida bo'ladigan bo'lyapti So'g'diyoni bilan o'yin. Ya'ni PFL qat'iylik qilib stadionni tayyor bo'lmagan jamoalarga ikkala uchrashuvda raqib maydonida o'tkazishga qat'iylikni boshladi. Bu yaxshi narsa. O'ylaymanki, bunday holat klublarimizni o'z stadionlarini tezroq yaxshi holatga keltirishlari uchun juda ham katta turtki bo'ladi. Endi dastlabki kunning so'nggi o'yiniga to'xtalsak, Paxtakor jamoasi o'z maydonida Navbahorni qabul qildi. O'sha Toshkentdagi qorli ob-havoda o'tgan bahsda Paxtakor jamoasi kutilmaganda deyishim mumkin, Navbahorga 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Ushbu o'yin atrofidagi gap so'zlar bilan o'rtoqlasak. Avvalo o'yin bir necha soatlarga cho'zildi. Noqulay ob-havo kelib qoldi O'zbekiston hududiga, lekin baribir o'yin o'tkazildi.
haqiqatda Paxtakor jamoasini 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchrashini hech kim kutmagan edi. Lekin tan olib aytish kerakki, Paxtakorda dastlabki 2 turdagi muvaffaqiyatlar sal aldamchi bo'ldi. Shunaqa. Ya'ni Qizilqum bilan qiyin g'alabaga erishildi. Qo'qon bilan ham oson bo'lmadi. O'ylashdiki, Navbahor jamoasi Buxoroga mag'lubiyatga uchragan. Demak, Navbahor bilan osongina o'ynaymiz dedi. Yo'q, Timur Kapadze bu o'yinga o'zini alohida ishlanmalari bor ekan. Paxtakorga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Navbahor juda ham chiroyli, tartibli o'yin ko'rsatdi. Bilsangiz, hisob 2-0 ga yetguncha Paxtakor hech qanday qarshilik ko'rsata olmayotgan edi. Hisob 0-2 ga yetgach, Paxtakor ketib borayotgan poyezdni orqasidan quvlashga harakat qildi, lekin yeta olmadi. Ya'ni Paxtakor kech uyg'ondi. Ya'ni 2-0 dan keyin uyg'ondi, lekin ungacha vaqt yetmadi. Asosiysi bu o'yinda Timur Kapadze taktik jihatdan yaxshi o'zini yaxshi tomondan ko'rsatib g'alaba qozondi. Ya'ni Paxtakor birinchi o'yinlardagi g'alabalar aytaylik raqiblarni kuchsizligi evaziga kiritilganligini va qiyinchilik bilan kiritilganligini mana 3-turga kelib bildikki, jiddiy raqibga qarshi hech qanday qarshilik ko'rsata olmadi. Navbahor jamoasining muvaffaqiyatli o'yiniga qanday baho beramiz? 3-turdan keyin bu jamoa sovrinli o'rinlar uchun qanchalik da'vogar deb o'ylaysiz? Agarda Buxoroga o'xshagan yo'q yerdan ochko yo'qotib holatlarda saboq chiqarib olib, Timur Kapadze jamoasi bundan keyin ochko olishi kerak bo'lgan jamoalarga qarshi ochkolarni olsa, 3likka kirishi mumkin. Chunki Paxtakor bilan o'yinda buni isbotladi. Dinamo bilan o'yinda buni isbotladi. Tasavvur qiling, ikkita yetakchi jamoani safarda mag'lubiyatga uchratgan jamoa o'z maydonidagi o'yinda Buxoroda mag'lubiyatga, to'g'ri Toshkentda o'ynadi jamoa, lekin o'z maydonidagi o'yin. Agarda bunaqa beqarorlik bo'ladigan bo'lsa, 3likka kirish qiyin bo'ladi. Agarda shu Buxorodagi o'yin bunaqa oddiy jamoalar bilan ochko yo'qotish so'nggisi bo'lsa, menimcha bemalol 3likka kira oladi. Tushunarli. Endi ikkinchi kun doirasida bo'lib o'tgan o'yinlarga to'xtalsak, ikkita o'yin deyarli bir xil ssenariy ostida, bir xil tempda o'tdi deyishim mumkin. Lokomotiv va Qo'qon va bu yoqda Surxon va Bunyodkor o'yinlari. Har ikki o'yin 0-0 hisob bilan yakunlandi. O'yin jihatdan ham juda bir haligi tomoshabob o'yin ko'rdi demagan bo'lardim. O'zi birinchi kungi o'yinlardan keyin qolgan o'yinlarda faqat durang natija ko'rdik. Ya'ni munosib jamoalar bo'ldi. To'g'ri, zerikarli duranglar ham bo'ldi, lekin turning oxirgi kuni kelib qiziqarli durang o'yinlari ham bo'ldi. Shuning uchun men sizni fikringizga qo'shilaman. Ikkala o'yinga bitta ta'rif berib o'tsak bo'ladi. Ya'ni qandaydir jamoalar hali mavsumga tayyor emasdik. Surxon tayyor emasligi yoki Surxonda ichki muammolar jamoani kemiryapti. Bunyodkorda ham bir qanaqadir bir aytaylik jangovorlik ruhi hali yuzaga chiqqani yo'q. Qo'qon jamoasida aytaylik Nimelik, Sabatadze ko'p jamoalarimiz orzu qiladi bunaqa hujumchilar juftligiga ega bo'lishdi. Juda ko'p jamoalar orzu qiladi, hatto yetakchi jamoalar. Hali ular ham o'zini butkul namoyon qilish olmayapti. Yoki Lokomotiv jamoasiga keladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi turda o'zini zo'r ko'rsatgan yoshlar sal charchab qolishdi, lekin yoshlarga ham e'tibor berish kerak. Har doim yoshlarda barqarorlik bo'lmaydi. Bir o'yin kuchayib ketadi, bir pasayadi. Xuddi shunga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun to'rttala jamoa hali o'zini optimal formasida emasligi shu o'yinlar ikkita o'yin ko'rsatdiki, ikkita o'yinda birorta ham gol kiritilmadi. Bevosita Surxon va Bunyodkor o'yinidan so'ng Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi futbolchilarga 4 oydan beri adashmasam maosh to'lanmayotganligi haqida gapirdi va futbol muxlislar orasida bitta gap borki, Surxon jamoasining o'yinidan va jamoadan ko'ra mediasi yaxshiroq degan bir holat nima bor edi. Bu o'z-o'zidan shakllangan fikr emas. Bevosita Surxon medianing yetakchilaridan biri Yevdokim Rayimov, u yigit juda yaxshi kontentlar qilganini ko'rganmiz va bevosita shu o'yindan so'ng u ham Instagram sahifasida jamoani tark etganligi haqida aytyapti. Va shundan kelib chiqqan holda bir savol paydo bo'lyapti. Juda katta ayni vaqtda klublarimizdagi o'sha moliyaviy muammolar va yechimsiz holatga kelib qoldimi degan. Endi moliyaviy muammolar har bir jamoada hozir bor. O'tgan ko'rsatuvimizda ham biz aytdikki, Vadim Abramov, Aleksandr Xamikov kabi murabbiylar hozir jamoalarda har qanday moliyaviy holatlarga qaramasdan ushlab turishibdi. Endi Ilyos Zeytullayev ham hozir boshqa hech qanday ilojisi yo'q. Neftigas hozir moliyalashni to'xtatgan, boshqa homiy paydo bo'lguncha jamoani ushlab turadi, lekin u ham bir kishi qancha ushlab turadi bu noma'lum. Endi Surxonda bor, So'g'diyonada ham hatto masalan oyliklar bo'yicha ushlanib turishlar bor. Barcha jamoada bor bu. Endi hozir nima qilamiz? Endi shu sohani tanlagandan keyin futbolchilar ham baribir futbolchilarda shartnomasi bor. Bitta narsadan futbolchilar qo'rqishlari kerak emas. Har qanday futbolchi shartnomasi borligi uchun pulini har qanday holatda oladi.
Shuning uchun futbolchilardan ham men iltimos qilgan bo'lardimki, kuniga yutkazishi mumkin, puliga yutkazmaydi. Pulini baribir har qanday holatda futbolchilar oladi. Boshqa soha vakillari yoki klublardagi boshqa lavozimdagi insonlar pullarini ololmashi mumkin, lekin futbolchilar har doim pullarini oxirigacha olishgan. Lekin shunaqa hozir holatlar bo'lyaptiki, mana Andijonda moliyaviy tomondan sharoitlar zo'r, ochko tomondan kelsak, hozircha 3 ochko. Lokomotiv jamoasini aytaylik, Buxoro jamoasini aytaylik, hech kim kutmaganda ular ham 7 ochko bo'ladi 3 ta turdan keyin va kuchli 4 ta jamoa qatorida turishligini. Ularda moliyaviy qiyinchilikka qaramasdan jamoalar minimal hisobda bo'lsa ham raqiblarga yengib ochkolarni yig'ishyapti. Shuning uchun hozircha futbolchilardan ham iltimos qilamiz, chempionatimizni, Super Ligamizni darajasini ushlab turish uchun ham o'ynash kerak va pullar bugun berilmasa ertaga olinadi. U mablag'lar hech qachon qolib ketmaydi. Tushunarli. Endi aynan ikkinchi kunda bo'lib o'tgan so'nggi o'yinga to'xtalamiz. Buxoro jamoasiga ikki tahlilimizda juda yuqori baho bergandik. Bevosita jamoa ko'rsatgan o'yini ham shunga munosib edi. Bu turga kelib ham jamoa g'alaba qozonishini taxmin qilganlar ko'pchilikdan iborat edi, lekin turda jamoa Xorazm jamoasi bilan durang o'ynadi. Durang o'ynaganda ham Xorazm haqli durangni qo'lga kiritdi degan bo'lardim ushbu o'yin haqida. Albatta, biz agarda Aleksandr Xomikov jamoasi Navbahorda kutilmaganda mag'lubiyatga uchratgandan so'ng keyingi raqiblar ham, masalan uchun aytaylik, Xorazm, Surxon, Qizilqum ekanligidan kelib chiqib, musobaqada birinchi pog'onaga hatto chiqib ketishi mumkin yoki Nefchi bilan birinchi, ikkinchi pog'ona bo'lishib turishini taxmin qilgandik, lekin bu narsa qiyinligini ham ta'kidlagan edik, chunki Buxorodagi jamoa ketma-ket 4 ta 5 ta g'alaba qozonib olishi qiyin. Mana bu narsani guvohi bo'ldik. Xorazm bilan aytaylik yengishi mumkin bo'lgan jamoadan ochko yo'qotdi, lekin albatta Xorazm jamoasi ham Buxoroga ochko olish uchun kelganligini ko'rsatdi va men bu yerda ko'proq Buxoro hatto o'yinda oxirigacha natijaga ham erishib turgandi, lekin himoyasidagi qo'pol xato 4 ta himoyachining ichidan Azizbek Ahrorovni bu darajada aktivligini ko'rsatib, 4 ta futbolchi osmonga qarab turgandek to'pni ko'rishmadi-da, ularning orasidan to'pni darvozaga kiritib yuborganligi juda meni qoyil qoldirdi. Tan berdim futbolchiga. Bunday futbolchilar juda aqlli bo'ladi, kelajakda katta futbolchi bo'lib yetishishi mumkin, yosh futbolchi. Ya'ni durang natija ham uchrashuvga mos bo'ldi va Buxoro o'sha yaqqol xatosi tufayli g'alaba qozonmadi. Xorazm esa 1 ochko olib ketgani uchun menimcha normal holat deb hisoblash mumkin. Ayniqsa OKMKda ustidan qozongan g'alabadan so'ng 4 ochko bo'ldi, ochkolari soni. Shuning uchun menimcha durang o'ynab ketganligi Xorazm uchun muvaffaqiyatli deb o'ylayman. Tushunarli. Endi tur davrasida bo'lib o'tgan so'nggi kundagi o'yinlar haqida to'xtalamiz. AGMK jamoasi Olimpiya stadionida Sug'diyona jamoasini qabul qildi va so'nggi soniyalarda g'alabani qo'ldan boy berdi, lekin Sug'diyona jamoasi ham haqli durangga erishdi. Ushbu o'yin haqida. Albatta, o'yin menimcha juda ham qiziqarli bo'ldi. Ikkala jamoada ham ochko yo'q edi va durang bo'lishini ham ko'proq men taxmin qilib turgan edim. Dastlab Sug'diyona hisobni ochdi va endi Sug'diyonada ham muammolarda ortda qoladi shekilli shu g'alabadan keyin deb turgan holatda OKMK jamoasi 2 ta gol kiritdi ikkinchi taymda. Undan so'ng mana oxirgi soniyalarda Otabek Jo'raqo'ziyev jamoasini qutqarib qoldi. Ya'ni o'yin tugagandan keyin Ilgiz Tantashevich final qushdagidan keyin ikkala jamoa maydonda o'tirib qolishdi, yotib qolishdi. Ya'ni ikkalasi ham durangdan xursand bo'lmadi. Aslida o'yin juda jangovar ruhda o'tdi. Ikkala jamoa durang ikkosiga ham munosib natija bo'ldi, lekin dastlabki 2 turda ikkalasi ham ochko olmaganligi uchun 1 ochko ularga unchalik tatimaganligini ko'rdik. Ya'ni 3 o'yinda 1 ochko na OKMKni qoniqtiradi, na ayniqsa Sug'diyonni qoniqtiradi. Chunki OKMK jamoasini tarkibi yoshroq bo'lsa, biz Sug'diyonni mavsumdan oldingi qilgan tahlillarimizda kuchli uchlikka bemalol kurashadigan jamoa deb aytdik, lekin qandaydir yangi o'yinchilarni har yili legionerlarda Ivan Boshkovichni almashtirayotganligi jamoaga hali kirishib ketishlarini ta'minlay olmayapti. Ayniqsa Lyubcha Doriyevni ikkinchi taymda almashtirilganligi, ya'ni mini jarohat tufayli almashtirildi. O'sha mini jarohat bo'lib qoldi. Agarda Doriyev balki o'yinda oxirigacha to'p surganda balki Sug'diyonada ustunlik bo'lardi, lekin o'ylaymanki natija durang ikkala jamoa uchun qoniqarli natija deb qabul qilish kerak. Sug'diyonaga kelgan yangi legioner futbolchilarni 3 turdan keyin qanday baholagan bo'lardingiz? Bugungi o'yinda ko'rdikki, darvozabon Nikola 8-golni o'tkazib yubordi, lekin matbuot anjumanida Ivan Boshkovich hali unga baho berishga ertaligini aytdi. Bolivichdan ham yaxshi o'yin ko'rmayapmiz. Faysal Mulich adashmasam 3-o'yinni asosiy tarkibda boshladi, lekin goldan darak yo'q unda ham. Desak bo'ladi. Darvozabon hatto 1-2 ta zarbadan keyin to'pni ushlab qololmay qo'ldan chiqarib olgan holatlarni ham ko'rdik. Darvozabonni ham men aytaylik, unaqa oliy darajada baholay olmayman. Ya'ni yaxshi ham degan baho bermagan bo'lardim. Ko'p holatlarda xato qilyapti.
siz sanab o'tgan futbolchilar Molich ham, Bolevich ham jamoaga unaqa katta bir yordam berishganini ko'rganim yo'q. Hatto mahalliy futbolchilarimizda qandaydir bir mandraj borga o'xshaydi. Misol uchun Otabek Ahadov tanib bo'lmayapti, ya'ni barqarorlikni yo'qotganga o'xshaydi. Shuning uchun hozircha jamoa hali Turkiyada qanday tayyorgarlik qilganligi, Turkiyada shuncha vaqt o'tkazgan bo'lishiga qaramasdan hali jamoa tayyor emasligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham turnir jadvalining pastki qismiga Saudiya mixlanib qoldi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil ham xuddi shunaqa salbiy start bo'lgan edi va jamoa maksimum ko'tarilsa 8-o'ringacha ko'tariladi deb o'yladik. Xuddi shunaqa o'rinlarni egalladi. 8-o'rinda. Hozir ham yana 1-2 o'yinlarda mana Paxtakor bilan o'yin turibdi, keyingi turda Superkubok o'yinidan keyin aytaylik Neftchiga qarshi qiyin bo'ladi. Yaralangan bo'lib kelishi mumkin Paxtakor. O'shanda Superkubokdagi ehtimoliy muvaffaqiyatsizlikdan so'ng So'g'diyonadan ochko olishga harakat qiladi. Bu 3 ta, 4 ta, 5 ta turda ochko yaxshi jamg'arilmasa, har qanday kuchli jamoa ham ruhiy tushkunlikka tushib qoladi. O'sha keyin yomon narsa, ruhiy tushkunlikdan chiqib keta olmaydi. Bu narsani o'tgan yil So'g'diyonada ko'rdik, Sho'rtanda ko'rdik. O'shuning uchun dastlabki turlarda nimaga mana Buxoroda aytaylik, qanday kuchsiz deb Buxoro tushib ketish uchun kurashsa kerak yoki play-off o'yinlaridagi zonaga uchun kurashsa kerak, o'sha yoki tushib qolmaslik uchun kurashsa kerak dedik. Hozir mana kuchli 4-likda turibdi 7 ochko bilan. Mana endi Buxoroda bu yoqqa oldinga osonroq ketadi, chunki bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch ortib boradi. So'g'diyona desa ishonch so'nib boryapti. Ya'ni agarda yo OKMK bugun yo So'g'diyona yutkazganda yana ham tushkunlik bo'lib ketardi. Shuning uchun bunday jamoalarimiz, barcha jamoalar shu narsadan murabbiylar qo'rqishadiki, dastlabki turlarda ketma-ket o'yinlarda ochko yo'qotish kerak emas. Chunki keyin unaqa o'raga tushib qolgandan keyin tushkunlik orasidan chiqib ketish qiyin bo'ladi. So'g'diyonani shunaqa holat mana chegarasida turibdi. Yo Boshkovich jamoani shu chegaradan olib chiqib ketish kerak. Agarda yo'l tushib qoladigan bo'lsa, yana o'tganligiga o'xshab proval bo'ladi. Maksimum kurashsa yana 8-chi, 9-chi, 10-chi o'rinda kurashadi. Lekin hozirgi tarkib, So'g'diyonadagi hozirgi sharoitlar bilan jamoa bemalol kuchli 5-likka uchun kurashadigan jamoa edi. Tushunarli. Endi yil boshidagi suhbatimizda bir aytgandingizki, Dinamo jamoasining potensiali haqida gapirganimizda, ushbu jamoani o'tgan yili ehtimoliy garant sifatida qabul qilishmaganligi uchun ham ba'zi jamoalar ochko berib qo'yishdi. Bu yil jiddiy bo'ladi Dinamo jamoasiga qarshi o'yinlar deb aytgandingiz va bu gap 3-turdan keyin o'z tasdig'ini topyapti deyishim mumkin. Nisbatan ko'p narsa kutilmagan Nasaf jamoasi ushbu turda Dinamo maydonidan 1 ochko bilan ketdi. Va o'yin jihatdan ham hozir mana statistik ko'rsatkichlarni ko'rib chiqyapman. Statistika jihatdan ham ustunlik qilgan o'yin davomida Nasaf jamoasi, ya'ni bu qandaydir tasodifiy durang emas. Umuman Dinamo jamoasining bu mavsumdagi o'yini va Nasaf bu o'yinda nimani hisobiga ochko olganligi haqida. Dinamo baribir o'yini chiroyli, jangovar, hujumga yo'naltirilgan. Hojimirza, Firdavs Abdurahmonov juda yaxshi harakat qilishyapti oldingi chiziqlarda. Endi lekin baribir Nasafda ham an'analar qolganda, an'analar doimiy muntazam g'alaba qozonib yurgan jamoa birdaniga qulab ketish qiyin bo'ladi. Mana Xorazmga so'nggi daqiqada bo'lsa ham gol urildi. Aytaylik, birinchi turda g'alaba qozonildi. Mana bu turda ham mag'lubiyatga uchramay qoldi. Oxirgi soniyalarda bo'lsa ham durang deyilib ketdi va 7 ochko, 3 ta 7 ochko jamg'argan jamoamizdan biri bo'lib turibdi. Lokomotiv, Nasaf, Buxoro Neftchini ta'qib qilishyapti. Lekin Nasafda baribir ko'rinib turibdiki, chempionlik uchun kurashish qiyin bo'ladi. Ba'zor chiqib ketyapti holatlardan. Asosiy nimani evaziga ochko olib ketdi? Shu tajriba, Ro'ziqulberdiyev bolalarni faqat oldinga undashligi va Nasaf birdaniga unaqa ketma-ket mag'lubiyatlarga uchrab yoki bir omadsiz holatga tushib qolishiga, chunki o'zi Chempionlar Ligasida ham omadsizliklar yetarli bo'ldi. O'zi har bitta aytaylik narsani limiti bo'lsa, ya'ni omadsizliklar kosasi deymizmi yoki limiti Chempionlar Ligasi bilan yakunlandi va chempionatda hozir jamoat tish tirnog'i bilan kurashyaptiki, bitta gol urib bo'lsa ham, 1-0 g'alaba qozonib bo'lsa ham, 1-1 o'ynab bo'lsa ham sekin-sekin ochkolarni yig'ib borishga, lekin baribir Nasafga bu yil oson bo'lmasligini ko'rib turibmiz. Jamoa aytdikki, mavsum boshidagi chiqishlarimizda ham agarda 3-likka kirib bronza medalini olib qolsa ham Nasaf uchun muvaffaqiyatli mavsum deyish kerak bo'ladi. Barcha o'yinlarni tahlil qilib chiqdik. Endi o'zimizning o'z nominatsiyalarimizni e'lon qilsak deb maqsadga muvofiq bo'lardi. Sizningcha turni bezab bergan o'yin? Turning bezab bergan o'yin menimcha so'nggi kuni bo'lib o'tdi. Ya'ni jangovar durang 2-2 hisob bilan yakunlangan OKMK So'g'diyona uchun juda qiziqarli bo'ldi. Birinchi bu jamoa hisobda ochdi. OKMK 2 ta gol urib oldinga chiqib oldi, lekin baribir so'nggi daqiqalarda durang bo'ldi. Shu o'yin eng jangovar o'yin bo'ldi. Turdagi eng kutilmagan o'yin. Eng kutilmagan o'yin menimcha Paxtakorni o'z maydonidagi mag'lubiyat deyish mumkin bo'ladi. Paxtakorni Navbahorga 2-0 hisobida o'z maydonida yutkazishini hech kim kutmagan edi.
Turk qahramoni. Tur qahramoni menimcha ushbu g'alabani ta'minlagan Timur Kapadze tur qahramoni deyish mumkin. Yana Toni anti qahramoni kim? Endi bu yerda anti qahramon deganda biz aynan aytaylik tur qahramoni eng zo'r o'yinchisi deb aniqlamayapmiz. Shuning uchun men ko'p narsa kutilganida Andijon jamoasining hujum chizig'idan shu anti qahramoni deymizmi yoki kutilmagan holat deymizmi yoki nima sizga yoqmadi deyishi mumkin. Shu Andijon jamoasining hujum chizig'i Neftchi 3 ta urganda hech bo'lmasa bitta gol urish kerak edi. Shu hujum chizig'ida menimcha islohot qilish kerak, nimadir o'zgartirish qilish kerak. Chunki Andijon oldida hozir yuqori maqsadlar qo'yilgan. Men jamoaga omad tilayman. Jamoani har bir nimasini kuzatib boraman. O'zim ishlaganman Andijon jamoasida. Shuning uchun ko'p muxlislar, ayniqsa andijonlik muxlislar hozir birinchi raqamli muxlislar bo'lib turibdi. O'zbekistonda buni tan olish kerak. Mana bezga ham kubok o'yinidan so'ng mana super kubok ham Andijonga berildi. Shu muxlislar besash beradi katta o'yinlar deb. Shuning uchun baribir murabbiylar shtabiga ham omad tilayman. Yangi jamoa, bu oson emas jamoani shakllantirish. Samvel Babayan qandaydir murabbiylarni o'z yordamchilari bilan maslahatlashgan holda, buni bir tahlilini qilgan holda hujum chizig'ida qanaqadir yangiliklar qilish kerak. Balki Cherandi o'zini o'tkazish kerakdir, balki nimadir qilish kerakki, chunki Andijon jamoasidan hozir ko'p narsa kutilyapti. Hujum chizig'ida islohot qilinmasa qiyin bo'ladi. Shuning uchun menga hozircha yoqmayotgan holat Andijon jamoasining hujum chizig'i. Mana birorta golsiz chiqib ketdi. Bunday futbolchilar bilan shuning uchun hujum chizig'i Andijonda ko'pchilikni baribir ayniqsa andijonlik muxlislarni xafa qildi deb o'ylayman. Tushunarli. Turning eng yaxshi darvozaboni. Turning eng yaxshi darvozaboni menimcha Buxoro jamoasining darvozaboni Umidjon Hamroyevni aytgan bo'lardim. Haqiqatda bu turda qattiq mehnat qildi va jamoasiga hatto to'g'ri g'alaba qozonmadi Buxoro, lekin juda ko'p holatlarda yordam berdi. Himoyachi. Himoyachiga Neftchi mana 3 ta o'yindan beri gol o'tkazmayapti. Boz ustiga o'zi ham gol urdi bu turda Anvarjon G'ofurov. Yarim himoyachi. Albatta bu hech qanaqa so'zsiz, buni hamma aytishadi, Jamshid Iskanderov. Hujumchi. Hujumchiga endi balki Ivan Boshkovichni ehtimoliy iste'fodan qutqarib qolgan, ehtimoliy balki So'g'diyonni yutkazganda ham iste'foga chiqmasligi mumkin edi yoki rahbariyat iste'foga chiqarishi mumkin edi yoki Ivan Boshkovich o'zi achchiqlanib iste'foga chiqib ketishi mumkin edi. Bilamiz, Ivan juda qiziqqon, mag'lubiyatga uchrashni xohlamaydigan mutaxassis, murabbiy. Shuning uchun shu vaziyatdan jamoani qutqarib qolgan Otabek Jo'raqo'ziyevni turning eng yaxshi hujumchisi deyishim mumkin. Tushunarli. Bevosita endi Super Liga o'yinlarini tahlil qilib chiqdik va bizni yana bitta muhim o'yin kutyapti. Suhbatimiz so'ngida aynan mana shu o'yin haqida suhbatlashmoqchimiz. O'zbekiston Super Kubok kutib turibdi bizni. 15-mart kuni Andijon viloyatida bo'lib o'tadi ushbu o'yin. Ushbu bahs atrofidagi voqeliklar va Andijon viloyatiga yana bevosita aytib o'tdingizki, ikkinchi final berilyapti. Shu mavzu va finaldagi imkoniyatlarni baholasangiz. Albatta, O'zbekiston Kubogidan so'ng o'tgan yili oktyabr oyidagi O'zbekiston Kubogidan so'ng mana Super Kubok katta o'yin Bobur Arenaga berilyapti. Bu menimcha birinchi navbatda andijonlik muxlislar, Andijon fan klubini sa'y-harakati, Andijon fan klubini shu jamoa atrofida o'zbek futbolida shakllantira oladigan o'zini imijidan kelib chiqib berilyapti. Chunki bu narsani tan olish kerak, tan olib aytish kerak. Bo'lmasam Super Kubokni o'tkazishga Urganch masalan stadioni yoki Termizdagi stadionlar ham bevosita o'sha regionlarda geografiyani kengaytirish uchun bersa bo'lardi, kengaytirish uchun. Balki keyingi O'zbekiston Kubogining finali yoki Super Kuboklar berib qolurlar bu hududlarga ham. Lekin Andijondagi o'yin menimcha beza beradi. Super Kubok chiroyli o'tadi. O'zbekiston Kubogida ham o'zim bo'lganman o'yinda, bu o'yinda ham xudo xolasa bo'laman. Beza beradi. Muxlislar endi Super Kubokdek imkoniyatlarga keladigan bo'lsangiz, bu yerda yaqqol barcha biladiki, chempion Neftchini imkoniyatlari ko'proq. Hozir ideal holatda tarkib ham, o'yin amaliyoti ham, gollar ham, hozirgi ruhiy holati ham birinchi o'rinda. Paxtakorda biroz kayfiyat tushkunroq, lekin oson bo'lmaydi. Lekin Andijonda 3-0 ga yengandek oson bo'lmaydi Neftchini, lekin menimcha Neftchini ustunligi uni ko'pchilik bilib turibdi. Neftchini g'alaba qozonishning ehtimoli katta. Tushunarli. Bizda hozircha shular edi. Ulug'bek aka, bugungi suhbatda bizga suhbatdosh bo'lganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Sizga ham rahmat. Mana barchani yakshanba kuni Super Kubok o'yinini Andijondagi Bobur Arenada ko'rishga taklif qilib qolaman va o'ylaymanki, hech kim afsuslanmaydi. Juda jangovar, chiroyli o'yin bo'ladi, chunki Neftchi, Paxtakor bunaqa finallarda o'ynamay qo'yishganiga O'zbekiston Kubogi yoki Super Kubogida ancha bo'lgan edi. Bu o'zbek futbolining klassikosi. Oldin Sarkisan davridagi Neftchi Paxtakor bilan o'yinlarda juda
intiqlik bilan kutardik. Mana nihoyat ikkita grantimiz yana duch kelishyapti. Endi bu gal Neftchi favorit o'rnida o'ylaymanki, Super Kubok o'yinlarini o'tkazib olgandan keyin 4-tur o'yinlari boshlanib ketadi. 18-martdan barcha jamoalarga omad tilab qolamiz. Shu bilan birga nima deydi, intizorlik bilan, qiziqarlik bilan shu Super Kubok o'yinini qanday o'tishini kuzatib qolamiz. Chunki oldindan har qanday tahlillar, taxminlar qilinishi mumkin, lekin barchasini o'yin ko'rsatadi. Tushunarli. Bizda hozircha shular. Nasib etsa, endi sizlar bilan FIFA kunlarida ko'rishamiz. Ko'rishguncha.